Bu bir narsani nomini bilish deyiladi bu. O'zini, mohiyatini, tafsilotini, haqiqatini bilish emas. Bu xuddi haligi ko'pchilik benamoz yurgan vaqtida namoz nima desa, kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi, tahorat qiladi degandek gap. Nomini biladi, o'zini bilmaydi. Ana o'zini bilganda endi tahorat qanaqa bo'ladi, qayerdan boshlaydi, qayerdan tugatadi va hokazo. Namoz nima, uni hammasini batafsil o'rganadi. Ana bizda ruhiy tarbiya ma'nosida, ya'ni tashqi emas ichki fiqh borasida islomiy sifatlarni o'zida mujassam qilish, yomon sifatlardan xalos bo'lib qutulish borasida bilsak eng ko'p bilganimiz nomini bilamiz xolos. Mana hozir shukrni misol qildirdik. Endi agar